Okey, voyaq mashinasini kuzatib yuribman chidamli. 20 ming dollar evaziga beraveramiz. Indeks Sergeli bozorimizda kelib qolinglar o'rtoqlar, 20 ming evaziga beraveramiz ham mashinani. Qo'y, nima qilasan bunaqa ishlarni ukam? Bu mashinaga hadovoy qilib berdik-ku, men sotib yuborsam, qanaqa 20 ming? 35 ming dollar ukam olingan bu mashina. 35 ming dollar olinib, yana hadovoyga 1,5 ming dollarga sotib qo'yibdilar ukamiz o'rtoqlar. Zo'r bo'ladimi 1,5 ming? Vashshe jinni bo'ladi. Bunda pnevmalari bor. Pnevma bo'lgani bilan mashina juda ham jo'ski. Voyaqchilar kommentariyada fikringizni qoldirib turing, sizda qanaqa bo'lgan? Bu voyaq mashinamiz 10 ming yurdi. Amazatlar juda ham lo'qillab ketdi. Ochib pulni perdelka qilib, ayrim sani bular. Bizani yo'lga moslab qilib berdik. Mersani blogiga qo'yib berdik. Like bosib qo'ying voyaqchi aka. 1 dan 10 gacha bahoyingizni bering. Bu mashinamiz qanaqa chiqqani. Index filialimizda polni full hadovoy qilib berdik. 12 ta 14 ta yaqin digital almashdi. Narxiga keladigan bo'lsa 1,5 ming dollar